Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Hamkasblar, hamqishloqlar, hamyurtlar. Alloh nasib qilsa mana bitta ideal holatdagi dehqonni texnikasi bor sotiladigan. Pritsep'i bilan oluvchilarga pritsep'i bilan, traktorda o'zi kerak deganlarga traktorda o'zi ham holati yaxshi. Yillari 2005-yil. Pritsep setkalari, tiyagalari soz holatda, 4 tala baloni. Eski pritsep, SSR'da pritsep'i, pishiq pritsepdan svarkalari bor. Lekin holati yaxshi. Hozirgi yangi pritsep ko'tara olmagan yuklarni ko'taradi. Toshkentskiy yangi pritseplar ko'tarmagan. Ramalari nozik emas, resorlari hamma joyi yaxshi, balonlari xudo xolasa uyaltirmaydi. Texnikamiz ham shunaqa. Hozir sizlarga men obzorni qilib ko'rsatib o'taman texnikamizni. Motori qora motor, korobka zadniy moslari qilingan. Balonlar 60-70% yaxshi. Texnika traktordiki. Qani ketdik bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim. Mana shu texnikamiz, mana shu pritsepini holati. Yomg'ir tushganda, boshqa bo'lganda ichiga barik tushmasin, suv to'planmasin deb ko'tarib qo'yganman xolos. Holati yaxshi. Balonlarning holati, silindrlaridan moy qo'ymaydi, yaxshi. Balonlari holati. Oldi ikkita o'sha pritsepni o'zini balonini, orqasi yaxshi, bu ham orqasi ham yaxshi pishiq balondan qo'yilgan. Resurlariga prujinalarni o'zimiz moslab qo'yganmiz. Holati yaxshi, xudo xolasa. Mana 4 ta balonning holati. Pollari ishlatib yurgan pritsep, o'zimiz ishlatib yurgan. Endi do'stlar, traktorimizni obzorini ko'rsatib o'taman. Traktorimiz TTZ80 traktor, yana qaytarib o'taman. 2005-yilda ishlab chiqarilgan qora motor. Motor qilganimizga zavoddan kelgandan keyin 2 marta motor qilingan. 2005-yil olingan. Dokumentlaridan, pritsepda ham, traktorda ham dokumentlaridan muammo yo'q. Xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Motor qilinganiga 8 yil bo'ldi. Gilzaporshin, rossiyskiy Gilzaporshin bosilgan o'zinikidan, radnoyidan. Xudo xolasa, avtol rasxoti yo'q. Mana shu holat. Mana shu holatda traktorimiz. Ichki salon holatlari. Xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi texnikamiz. Motor holatlari shpilka qilinmagan. Qora motor o'zini radnoy boltlarida turibdi, o'zini radnoy galobkasi, o'zini radnoy radiatori, mis radiator bo'ladi, radnoy. Apparatlarning holati, apparatlari yaxshi, xudo xolasa. Bu texnikamizning narxi 40 million deyapmiz. Pritsep setkalari bilan komplekt traktorda mana shu holati turishi. Agar 35 millionlarga bitmasmikan deysa, bu 35 millionga bitadigan holati bor. 35 millionga mana bu pritsepini beramiz. Narigi pritsepini emas. Bu pritsepimiz ham suyagi butun pritsep. Holati. Mana shu, buni ham dokumenti, nomerlari bor, setkalari, tiyagalari, bu ham komplekt. Holati yaxshi. Buni ham ishga yaroqli, bitta baloni yaraqsiz, xolos ishga yaraydi. Ideal holatda. Xudo xolasa yaxshi.